Milodiy 7-asrda bir inson shunday voqealar zanjirini boshladiki, natijasida dunyo yaxshi tomonga o'zgardi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam islom orqali Arab yarim orolini birlashtirdi. Bu yerlarda qabilaviy badaviy va o'troq shahar Makka va Madina arablari yashardi. Payg'ambar kelguniga qadar bu yerlar Vizantiya va Fors imperiyasiga qarshi tura oladigan darajada emas edi. Biroq Rasululloh yaratgan birlashuv ham siyosiy, ham diniy edi. Markazi Madina bo'lgan birlik endi xavfli kuchga aylangandi. Muhammad alayhissalom ham rahbar, ham diniy rahnamo sifatida edi. U Makkani boshqaruvchi Quraysh qabilasidan bo'lgan. Payg'ambarning vafotidan so'ng unga yaqin insonlar uni o'rinbosari haqida bahslashdi. Axiri hamma kelishib Abu Bakrni saylashdi va u birinchi xalifa bo'ldi. 30 yil davomida payg'ambar qabilasidan bo'lgan 4 xalifa katta yerlarni bosib olishdi. Qudratli Fors va Vizantiya yerlari shular qatorida. Biroq imperiya bilan birga ixtilof ham yuksaldi va natijada fuqarolar urushiga olib keldi. 4-xalifa Ali o'ldirildi va keyin Umaviylar hokimiyat tepasiga keldi. Umaviylar ham payg'ambar qabilasidan, lekin boshqa raqobatchi urug'dan edi. Umaviylar yurishlari imperiyani Hindistondan to Ispaniyagacha cho'zdi. Damashqni o'zlariga poytaxt qilib olishdi. Biroq bunchalik katta imperiyada turli xalqlarning yashashi uni qulash xavfini ham tug'dirdi. Ummaviylar egallangan yerlarni ushlab turish maqsadida mahalliy hokimlarning o'rniga musulmon vakillarni qo'yishdi. Natijada mahalliy aholining urf-odatlari, jumladan dinlari davom etishiga zamin yaratildi. Siyosiy ishlarni yuritish uchun arab tili joriy qilindi. Shu bilan birga mahalliy tillar ham saqlab qolindi. Shunday bo'lsa-da, xalq Ummaviylar hokimiyat tizimidan shubhalanardi. Abbosiylar hokimiyatga o'zlarini ko'proq da'vogar sifatida ko'rsatishdi. Sababi o'zlarini payg'ambarga yaqinroq deb bilishardi. Lekin bu da'volar zaif edi. Milodiy 750-yilda ular Ummaviylarni ag'darib, Islom imperiyasining 2-buyuk sulolasiga asos solishdi. O'zlarini yangi boshqaruvchi ekanliklarini bildirish uchun poytaxtni bu safar yangi qurilgan Bag'dodga ko'chirishdi. Abbosiylar davrida yuqori tabaqa hashamatda zavq oldi, chunki juda katta savdo yo'li Bag'dodga mahsulotlar va insonlarni butun dunyodan to'plardi. Lotin, Fors, Hind va arab madaniyatlari birlashib, san'at va ilm-fanni rivojlantirdi. Xalifa tasavvurga sig'mas darajada boy va qudratli edi. Lekin keyingi xalifani belgilovchi aniq bir mezoni yo'q edi. Sobiq xalifaning har qanday aka-uka, jiyan va amaki kabi qarindoshlari taxtga haqli edi. Saroy ayonlari, ofitserlari, xotinlar, joriyalar va hukumat a'zolari hammasi boylikdan o'z ulushini talab qilishardi. Sababi xalifa hokimiyatda qolish uchun ularga tayanardi. Har bir amaldorning almashinuvi korrupsiya va tarafdorlikni keltirib chiqargan. Pastki tabaqadagilar esa xalifani boshqaruvini shubha ostiga olishgan. Xalifaning axloqiy mukammallikdagi diniy burchi saroyda bo'layotgan ayshu ishratlarga zid emasmi? 1258-yil Mo'g'ullar Bag'dodga yaqinlashib kelishardi. Ular Bag'dodni deyarli qarshiliksiz egallashdi va vayron qilishdi. Afsonalarda ular xalifani gilamga o'rab, ustidan o'lgunicha otlarni yugurtirishgan. Dajla daryosi siyohlar bilan qora tusga kirgan. Bag'dodning qulashi ko'p yillik sirni oshkor qildi. Xalifalar asrlar davomida faqat ramziy hukmdor sifatida bo'lishgan. Imperiya bo'ylab mahalliy boshliqlar yanada qudratli bo'lgach, soliqlarni to'lashdan bosh tortib, o'zlarini qonunchiligini joriy qilishgan. Birlashgan islomning oltin davri o'z nihoyasiga yetdi. Lekin madaniy, lingvistik, ilmiy va san'atdagi merosi dunyoda sezilarli iz qoldirdi.